Assalomu alaykum Jalol aka. Ko'pchilik quloq apparati yaxshi deydi, ba'zi birlar operatsiya qilish yaxshi deydi. O'zi qaysi biri yaxshi sizning fikringizcha? Ko'rsatmasiga qarab operatsiya qilinadi, ko'rsatmasiga qarab quloqqa apparat taqiladi. Apparat taqiladigan holatni operatsiya bilan hal qilish qiyin. Operatsiya qilish kerak bo'lgan narsani apparat taqish bilan hal qilish qiyin. Quloq apparati ham ko'zoynakka o'xshash narsa. Ko'zoynak ko'chadan olib taqib ketib bo'lmaydi. Agar bu ko'zoynak sizning ko'zingizga tushmasa boshda og'riq, ko'ngillaynish yoki ko'zingizni ko'rishni yana ham xiralashtirib yuborishi mumkin bo'ladi. Quloq apparati ham xuddi shunday. Agar u qulog'ingizga tushmasa, sizni bosh og'rig'i, ko'ngillaynish yoki qulog'ingizga doimiy shovqin paydo qilishi mumkin. Shuning uchun avvalo siz lor vrach qabulida bo'lishingiz kerak, bu tekshiruvlardan o'tishingiz kerak. Shundagina quloqni apparatga mosligini tekshirib, apparat qo'yiladi. Quloq apparati agar qulog'ingizga mos tushadigan bo'lsa, ham sizga qulay, hamda qulog'ingizni eshitishini davolashi, keyinchalik yaxshi tomonga o'zgarishi bo'lishi mumkin.